Aka-ukalar, mana xudo xolasa farzand valiylarimizga yetib keldi. Baho berasizlar valiylarimizga. Ketgan osh oxirigacha. Bu yog'i o'sha yoqqacha ketgan, hozir salkam 100 metr. 100 metr shunaqa. Ha? 100 metr. 2 gektar. 2 gektar joylarimiz bo'lgan. Mana fasal joylarimiz yetib keldi. Kechasi yetib keldi, ozongina mana sekin dollarimiz to'g'irlab, hozir qo'yib boshlaymiz joylarni. Mana joylarimiz. Tabiiy sharoit qilingan o'tlari, salqin joylar. Vaqt to'lgandan keyin o'sha bog'larga sekib qo'yilaveradi.